Voy bu yerni olgan odam maza qiladi-yu. Shu yer sotilar ekanmi? Foydalanish uchun tayyor bo'lgan, ya'ni tadbirkorlarimiz uchun ajoyib lokatsiyada joylashgan joy sotiladi. 43 sotikdan iborat bo'lgan joyimizni qulayliklari bilan tanishing. Bu yerni alohida o'zini transformatori bor. Bu yerda avval tadbirkorimiz chorva mollarini yetishtirish bilan shug'ullangan. Bu degani 70 metrlik uzun bo'lgan molxonamiz. Agar yerga qo'shimcha ravishda mana shu biznesni ham xarid qilsangiz, tayyor drobilka apparati ham mavjud. Bu yerning yana qulayliklari: 4 ta xona, bitta qorovulxona. Undan tashqari sanuzillari ham tayyor. Agar siz fermer bo'lsangiz, chorva mollarini yetishtirishda umuman qiynalmaysiz. Ularga suv quduqlari ham tashkil qilingan. Bundan tashqari bu yerda 20 metrlik naves ham mavjud. Xohlang yem saqlang, xohlang nimanidir olib kelib bu yerni omborga aylantiring. Lokatsiya bilan tanishing azizlar. Manzilimiz Asaka tuman Yuqori Post 1-uy. Ishni ko'zini bilgan tadbirkorlarimiz yo'lni yuziga katta do'kon, xohlagan do'konini, ya'ni har xil mahsulotlar sotish, oziq-ovqat, xullas do'kon qurib, yana ham tadbirkorligini rivojlantirsa bo'ladi. Ichkarida esa bemalol boshqa biznesni davom ettiradi. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shoshiling aka, shoshiling. Sizdan ko'ra abjirroq biznesmen bo'lsa, ilib ketmasin.